Dadasi, siz kirib ketavering, men o'zim yetib olaman. Dadasi, kiravering siz uyga. Men o'zim ishga borib yetib olaman. Sekin bo'ldi, dadasi. To'xtaydi. Bo'ldi, to'xtadi. Shavkat. Yaxshimisan? Do'stim, qalaysan? Tuzukmisan? Nimaga? Nima bo'ldi? Kelin shonasiga borish kerakmi? Bo'ldi. Hop. Xavotir olma, o'zim olib boraman. Kelin, yuring, o'tiring, ketdik. Yuring. Hop. Ana yetib keldik. Qancha bo'ldi? Qiziqmisiz? Sizdek chiroyli ayoldan ham pul olamanmi? Bu nima deganingiz? Astag'firulloh. Bilasizmi, o'zi anchadan beri bitta gapni aytmoqchi bo'lib yurdim sizga. O'sha soqov, nogiron bo'lib qolgan eringiz bilan nima qilasiz? Hali yosh bo'lsangiz, meni sizda ko'nglim bor. Keyinchi? Keyin kamko'slaringizni o'zim qilib beraman. Indamay ishga borib kelaverasiz. Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi? Hech kim bilmaydi. Allohchi. Endi men sizni o'ylayapman. Erim seni qiyomatli do'stim deb ishonardi. Marras. Alloh kifoya qilsin. Komilовна, hozirgi nogiron bo'lib chiqqan ayolni erlari keldi. Mendan so'rayaptilar. Qizmi, o'g'ilmi deb nima deyishni bilmay turibman. Ha, mayli chaqiring. O'zim aytaman. Kiring. Assalomu alaykum. Kelin. Siz? O'zingiz doyalik qilibsiz-da. Ha, men. Allohning chevarligini qarang. Tinchlikmi? Allohning va'dasi bor. Kimki men yaratgan mahluqotlarning ustidan kulsa, ularning avlodidan chiqarmaguncha qo'ymayman degan. Tushunmadim. Bu bilan nima demoqchisiz? Esingizdami meni erimning ustidan kulgan edingiz, nogiron deb. Alloh sizga sabr bersin, farzandingiz nogiron tug'ildi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Hammasi Allohdan.